Prava nomer talab etilmaydigan skuterlaring bormi deganlarga bor bitta shunaqasidan. Fransiya davlatida ishlab chiqarilgan ushbu elektron velosipedimizni olib kelib qo'yganmiz. Bitta zaryad bilan to'liq 40-50 kilometr masofani bosib o'tadi. Oldi motori tortadi. Motorlari 250 vattli qilib ishlangan. Oldida amazotli sistema hamda o'zini 7 ta maxsus skeyslari hamda orqa apparatlari Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgan. Egallari ham o'ta yumshoq, xo'p. O'zini tablosi 3 ta skeyrsdan iborat, maksimal tezligi 35-40 tezlikda harakatlanadi. Dizaynlari rosa ham chiroyli qilib ishlangan. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga batafsilroq ma'lumot berishadi. Manzilimiz Quvada, hop, istalgan viloyatga dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Skuter Quvaga obuna bo'lib ketib, like bosib ketish eslaringizdan chiqmasin.